O'zbekistonda yangilik do'stlar, endi qishda ham arzonga, ham sifatli, undan tashqari do'stlar so'qatmaysiz. Ya'ni maza qilib bola chaqa bilan issiq yashaysiz. Undan tashqari do'stlar, halol nasiya savdoga do'stlar endi bemalol katyol xarid qilsangiz bo'ladi. Ya'ni do'stlar biz hozir Xumaga yetib kelganmiz. O'zbekiston Xitoy qo'shma korxonasi yangi ish faoliyatini boshladi hamda do'stlar ozgina pul yig'ib bergan, katyolga sharoit bo'lmagan xonadonlar ham endi uyga katyol o'rnatsa bo'ladi. Ya'ni hech qanaqa ustama, penya, foiz qo'shilmagan taqdirda bemalol katyol ustanovka qildirsangiz bo'ladi. O'zbekistonda 12 ta viloyatidan, faqat Vodiy, Toshkent yoki Voxabas do'stlar chegaralanmagan O'zbekistonda 12 ta viloyatga chiqarib berilyapti. Undan tashqari do'stlar 48 soat mobaynida katyolingiz uyingizga yetib olar ekan, 2 yil servis xizmat, katyolga 2 yil garantiya. Yana qanaqa yangiliklar bor? Yangi brend kirib kelibdi. Nimasi bilan ustunligi bor deydiganlarga video davomida to'liq tushuntirib beramiz. Boshida qisqacha aytib ketaman. Qaranglar do'stlar. Xo'p, bularda do'stlar xohlasangiz misol отопление sistema qilsangiz ham yo bo'lmasam do'stlar topli pol sistema qiladigan bo'lsangiz ham, agar siz katyolni fullini sotib oladigan bo'lsangiz, o'sha hamma cho'ntaydan pul sarflayotgan Rashidinning Bachoy hamda do'stlar suv isitadigan, ya'ni do'stlar Aristoni buni ham o'zlari ishlab chiqarganligi uchun full nimasiga, pozitsiyasiga qo'shib berilyapti. Yana bitta minuslardan bittasi nimada deydigan bo'lsangiz, bilsangiz, hammani uyda har xil sharoitda katyanlik qilgan. Kimdir o'ng tomonda bo'lsin deydi, kimdir chap tomonda bo'lsin, kimdir katta ko'mir olib qo'ygan bo'ladi. Agar siz o'ng tomonda bo'ladigan bo'lsangiz, do'stlar, bunkerni o'ng tomonga olsangiz bo'lar ekan. Agar chap tomonda bo'ladigan bo'lsangiz, 4 dona bolt bo'shatiladi, zaklovkasi yopiladi, hamda do'stlar bu tomonga ham ustanovka qilsangiz bo'ladi. Mana yonidan ko'rsatib qo'ying buni. Bitta bemalol bu tomonga ham do'stlar qilib ketishgan. Bilsalaring, borgandan keyin bizga chap tomonda bo'lish kerak edi, katyolni almashtirib kelib bering deydigan narsa bo'lmas ekan. Yana yaxshi tomoni, mayda ko'mir olgansiz, katyol uchun olgansiz, lekin uni ichida katta ko'mirlar chiqib qoldi. Lekin qish tugayapti, ko'mir olgani pul yo'q, katta ko'mir suribdi, mayda ko'mir tugadi. Endi nima qilar ekansiz? Bunkerni yechib qo'yib turib, zaklovkani qadirib turib, katyolni o'zida katta ko'miringizni ham yoqsangiz bo'lar ekan. Xullas, plyus tomonlari ko'p. Videoda oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsangiz, mutaxassis akamiz bilan to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Bir dona pasport evaziga do'stlar, haqiqatan nasiya savdoga bemalol katyol ustanovka qildirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasizlar? Rahmat. Yaxshimi? Charchamayapsiz? Rahmat. Yangi brend, yangiliklar ko'p, o'zgarish ko'p. Gap yo'q. Nasiya savdoga katyol aka to'g'risi adashmasam 1 metr reklama qilganmiz xolos. Adashmasam bu yangilik bo'lyapti, chunki o'zi arzon narsa emas, hamma ham nasiya savdoga chiqarib bermaydi. Xo'p, aka, men hozir juda ko'p gapirib berdim. Aka, qarang, buni bitta tushuntirib beraylik. Misol, katyol qanaqa, nimalar ishlatilgan, qanaqa yangiliklar kirgizilgan. Misol, hammasini ham aytganim yo'q, chunki o'zim bilgancha aytib berdim. Qolganini endi akamizdan eshitib olamiz. Aka, katyol haqida bitta ma'lumot bersangiz zo'r bo'lar. Xo'p, albatta hozir bu katyolimiz o'sha Xuma Industries korxonasi tomonidan xitoyliklar bilan birga chiqarilyapti. Hozir mana albatta hozir mana shunga ham e'tibor bersangiz bo'ladi. 90% katyollarda mana bu aylana tishini o'zi. Biz shuni o'ylab qildikki, yana qo'shimcha tishlar qo'shdik. Ertaga mana bu ko'mirgizda ichida qattiq ko'mir yoki tosh aralashib qolsa, mana shu narsani o'zi 2-3 marta harakat qilib, agar tosh tiqilib qolgan bo'lsa, qaytarib chiqarib sizga telefoningizga signal beradi. Va siz buni u toshni yana ko'mirni mana to'ldirib qo'ygan bo'lasiz-ku. Ko'mir to'ldirib qo'ygan bo'lasiz va u toshni olish uchun o'zingiz mustaqil ravishda mana ikkita boltni yechib, o'sha toshni olib tashlashingiz mumkin. Katta ko'mirni o'zi tish yordamida-ku kirgizib oladi, yoqib beradi. Lekin tosh qisilib qolgan bo'lsa, toshni o'zi mustaqil ravishda mana uni bo'shatib, olib yana qotirib yurg'izsangiz bo'ladi. Ya'ni seli bunkerni bo'shatish shart emas. Yo'q, seli bunkerni bo'shatish shart emas. Gap yo'q. Kelgan do'stlar, shunga haqiqatda bitta e'tibor beryapsizlar. Biz o'zimiz ham hozir kelib ko'rdik. Men to'g'risi qolganlarda ko'rmadim. Bunaqa do'stlar qo'shimcha menimcha endi chiqarsa kerak, chunki bitta video chiqqandan keyin bunaqa narsa ko'payib ketishni boshlaydi. Gap yo'q, zo'r. Bu ham maydalashga yordam beradi. Hozir shundan keyin aqlli miyasi agar 3 martagacha shinik oldiga orqaga aylanib o'tkazib yuborolmaydigan bo'lsa, telefonga keladi, signal keladi. Avtomatik signal beradi. Ya'ni bu aka masofadan bemalol boshqariladigan ulanadi aka Wi-Fi orqali. Ha, albatta aka. Pozitsiyasiga qarab, kerakli xususiyatlariga qarab 15 xil aqlli miyasi bor. O'shani biz o'zimiz taqdim qilib o'rnatib bera olamiz. Ya'ni pozitsiyasiga qarab turib miyalar o'ziga ustanovka qilinadi. Ha, xuddi shunday. Gap yo'q. Endi aka qarang. Katyolda, misol, men o'zim tushungan narsam eng katta narsasi rasxoti, undan tashqari bunga qo'yiladigan shinakdan aylantirib beradigan motori. Misol, men shuni deb tushunaman. Aka qarang, bunga qo'yilgan miya qattiqga o'zimizda yig'ilgan yoki qattandir podzakas keladimi?
Xo'p, bunga qo'yiladigan miyamiz aqlli miya hisoblanadi. U Xitoydan podzakas keladi. Xitoydan podzakas keladi. Albatta. Gap yo'q, zo'r. Rasxodiga keladigan bo'lsak, misol uchun 200 kvadrat uyimizni bir kunda 70-80 gradus isitib turish uchun o'rtacha 35 kilodan 40 kilogacha ko'mir ishlatadi. 200 kvadratlikka. Albatta. Gap yo'q. Bu sizni kelajakda 2 yil, 3 yilda yana bitta shu katyolni pulini tejashga olib boradi. Gap yo'q, zo'r. 200 kvadratli 30 kilodan 40 kilogacha bo'ladigan bo'lsa, rasxod zo'r. Bu degani do'stlar 5 ga 4 xonadan 10 tasi degani. Agar siz отдельно bitta pechka qo'yaman deydigan bo'lsangiz ham uyingizga do'stlar 15 kilo yoqadi. Sutkasiga 15 kilo biz o'zimiz yoqib ko'rganimiz uchun aytaman 15 kilo yoqadi. Endi 10 ta xonaga bitta hisoblab borsangiz 150 kilo rasxod bo'ladi. Endi mana o'sha narsani bu 40 kilo bilan qilib beradi. Albatta, hozir o'sha 4 ta xonaga 4 ta pechka qo'ymaysiz, bitta shuni olib o'rnatasiz va xotirjam o'tirasiz. Gap yo'q, zo'r. Rostdan agar full pozitsiyasini sotib oladigan bo'lsa, shu bosimda ligrovka qilib turadigan rashidiniy bachoy bilan Ariston haqiqatda bekorga qo'shib beriladimi? Albatta, o'sha rashidiniy bachok hamda o'sha suv isituvchi boylarlarni biz o'zimiz bonus sifatida o'sha pozitsiyasiga qarab qo'shib beramiz. Adashmasam, bu ham aka hozir O'zbekistonda yangilik, ya'ni Xuma Aristonlar ishlab chiqarish boshlagansizlar. Bu ham bor. Bu ham o'zlaringda ishlab chiqariladi. Bu ham bor. Bunga ham alohida kafolat beramiz. Bu kacholimizga ham rasmiy ravishda 2 yil kafolat beramiz va 2 yil 48 soat ichida servis xizmatini ham ko'rsatib beramiz. 2 yil ichida. 2 yil ichida. Endi servis qanaqa do'stlar? Misol, qaysidir ehtiyot qismi kuyib qoladigan bo'lsa, akalarga aloqaga chiqasizlar. Mobodo o'sha joyda haqiqatda kacholda aybi bilan kuygan bo'ladigan bo'lsa, yangilab beriladi. Albatta, xuddi shunday. Gap yo'q, zo'r. Aka, endi ishlatilgan materiallar qanaqa material ishlatilgan aka bunga? Hop, listiga keladigan bo'lsak, aka bizda o'sha 150 kvadrat metrdan 50 ming kvadrat metrgacha bo'lgan katyollarni ishlab chiqaramiz. Shu mobaynda hammasida maxsus o'sha olovga chidamli listlardan foydalanamiz. Ya'ni spetsial katyol uchun ishlab chiqarilgan. Ha, spetsial o'sha maxsus katyollar uchun ishlab chiqarilgan listdan foydalanamiz. Nimagaki umr uzoq bo'lsin, kim olsa o'sha baraka topsin. Maza qilib ishlatsin. Gap yo'q. Hozir aka, sizda ya'ni 150 kvadratdan boshlanadi. 50 ming kvadratgacha tayyorlab beramiz. Bu degani xonadondan boshlab tashkilot, bog'cha, yatta tashkilot, bog'cha, teplitsalar bor. Hozir o'shalarni hammasiga yetkazib ishlab chiqarib beramiz. Gap yo'q, zo'r. Hozir mana imini aka bu necha kvadratligi bu? Bu 200 kvadratlik. 200 kvadratlik. Nechilik qalinlikda list ishlatilgan aka bunga? Aka, qalinligi 3 mm list ishlatilgan. 3 mm list, undan tashqari kitob sistema ekan. Kitob sistemaga ham aka svarka ishlatilmagan. O'sha listi o'zini kerakli texnikalarda bukirib, qayirib tayyorlangan. Sababi ertaga qachondir sizga svarkadan qo'yib yuboribdi degan narsani olib kelmasligi uchun biz svarka ishlatmaymiz. Gap yo'q, zo'r. Akalar, haqiqatan mana shuni hozir men aytmoqchi edim. O'zi bukilgan bo'lsa, qancha bo'lsa do'stlar svarka kam ishlaydi. Utechka degan narsa muammosi shuncha kam bo'ladi. Xo'p aka, men sizdan 200 kvadratlik katyol sotib oladigan bo'lsam, komplektiga nima-nimalar qo'shib berasiz? Xo'p, 200 kvadrat katyolga hop, motor. Ha. Motori nechilik bo'ladi aka bu? 220 voltga ishlaydi, 0.25 dan boshlanadi. 0.25 dan boshlanadi. Va ventilator. O'sha ko'miringizni gazga o'xshab olovli qilib zo'r yoqib berish uchun ventilator qo'shib beriladi. Aqlli miyasi. Xitoydan podzakas keladi, miyasi qo'shib beriladi. Agarda mobodo kimdadir bo'lishi mumkin, harakat qilib avtomat katyol ola olmay turgan bo'lsa, balki pol avtomatini hozircha olib o'rnatib tursa, ertaga qachondir yana imkon qilishganida, mablag' yig'ib qo'yishganida bizga bitta telefon orqali bunkerni qo'shib olishlari ham mumkin. Shunda keyin bu avtomat bo'lib ketadimi? Ha, shunda bu keyin avtomat bo'lib ketadi. Shuni biz o'zlari mustaqil o'rnatishlari ham oson. Shuni o'ylagan holda biz ikkala tomonga ham mana nimani o'rnatib ketish uchun joy qoldirib ketganmiz. Bunkerni o'rnatib qo'yish uchun. Hozir uzr gapingizni bo'ldim. Agar bunkersiz variantda oladigan bo'lsa, 150 kvadratli deylik. Necha pul chiqadi? $599 dan boshlanadi, o'sha pozitsiyasiga qarab, xususiyatlariga qarab. $599 katyol oldi, 1 yil yoqdi, keyingi yilga budjet qildi, pul qildi. Uddamasini endi bunkerli qildirmoqchi bo'lsa, bunker tarafini qismini sotib oladigan bo'lsa, zaklovkani yechadi, bunkerni o'rnatadi, shu bilan bunkerli aqlli katyol bo'lib ketadimi? Ha, katyolni o'zini yana zavodga qaytarib, rekonstruksiya qilib, bunga bunkerga moslashtirish shart emas. O'sha bunkerni o'zini bizdan telefon qilib, mana men shuni bunker olmoqchi edim, bunkerli qilmoqchiman, avtomat qilmoqchiman deysa, biz bunkerni jo'natib yuboramiz. O'zlari mustaqil bunkerni xohlasalar, chap tomonga, xohlasalar o'ng tomonga o'zlariga moslab o'rnatib olishlari mumkin. Gap yo'q. Zo'r. Akalar, mana bu ham bitta yangilik. Ya'ni
xohlasangiz biz bunker variantda oling, plus yetadigan bo'lsa, ertaga pul qo'yganingizdan keyin aka menga bunker deydigan bo'lsangiz, o'sha kotyolni sizga bunkerli aqlli kotyol bo'ladi. Miyasiga keladigan bo'lsak, do'stlar, miya Xitoydan podzakas keladi. Wi-Fi orqali boshqaruv masofadan bor. Undan tashqari garajchi o'sha maxsus kotyol uchun ishlab chiqarilgan lis foydalanadi. Komplektda akalar ko'rib turganlaringizda o'zining maxsus ventilyatori, undan tashqari do'stlar reduktorli 220 ga ishlaydigan motori. Zo'r gap yo'q. Shinaga do'stlar yangilik. Men to'g'risi ko'rmagandim, endi ko'ryapman. Shinakka ham yangilik kirgizishgan, ko'mir maydalagani osonroq bo'ladi. Zo'r. Aka, 150 kvadratli aqlli kotyol bunkerli nech puldan boshlanadi aka? 150 kvadratimiz $599 boshlanadi. $599 boshlanadi. Gap yo'q. Ag'i o'sha pozitsiyasiga qarab, xususiyatlariga qarab o'zgaraveradi narxi. O'sha pozitsiyasiga qarab bizda yetkazib berish xizmati ham bor. Endi aka, mana shu joyda yana bitta narsa. $599 variantni ham nasiya savdoga chiqarasizmi? Albatta. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Kotyolni boshidan boshlab pozitsiyasi bunkersiz va bunkerlidan 8-pozitsiya bunkerli va bunkersizgacha halol nasiya savdoga bor. Gap yo'q. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga. Undan tashqari sizdan kotyol sotib olishadigan bo'lsa, как положено, dokumentalniy pechatlar bilan ketadi. Albatta. 2 yil servis xizmati. Yana ta'kidlab o'taman, 2 yil servis xizmati rasmiy va 2 yil kafolat rasmiy. Rasmiy bo'ladi. Servis xizmati 48 soat ichida ko'rsatiladi O'zbekistonning istalgan hududiga. Xo'p, aka, agar mabodo ertaga servis xizmat bor deyapsiz, qaysidir qismi aslan miyada bo'ladi. Miyada qaysidir qismi kuyib qoladigan bo'lsa, seli miya almashib ketadimi yoki o'sha ehtiyot qismini yangilasa bo'ladimi? Ehtiyot qismini yangilasa bo'ladi. Ya'ni seli miya almashtirish shart emas. Shart emas. Cho'ntagingizga ham biz mayda detallarigacha kafolat beramiz. Mayda detaligacha. Mayda detaligacha kafolat beramiz. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa, do'stlar, ko'rib turganingizdek, yangiliklardan eng kattasi nasiya savdoga chiqyapti. Undan tashqari shinakka yangilik kirgizilgan. Do'stlar, kotyolni o'ziga xohlasangiz bunkerda o'ng tomonga, chap tomonga olsangiz bo'ladi. Agar do'stlar sizda uyingizda mayda ko'miringiz yoqib bo'lganingizdan keyin katta ko'mirlar bo'ladigan bo'lsa, bunkerda olib tashlab turib, biz bunker variantida ishlatsangiz bo'ladi. Bu do'stlar universal kotyol bo'lib ketibdi. Xullas, undan tashqari do'stlar, sistemaga keladigan bo'lsangiz, xohlasangiz do'stlar, radiatorli sistema qiling. Bemalol xudo xolasa aytgan rasxodga do'stlar uyingizni isitib beradi. Xohlasangiz topni pol qiling. Endi topni polda do'stlar bitta narsani men aytib qo'yay, o'zim tushunganligim uchun aytaman. Mana shu narsa двойной hisoblanadi. Mana shunga qarab turib olinglar. 100 kvadratli joyga 200 kvadrat do'stlar kotyol sotib olinglar. Chunki topni pol birinchi yerda o'zini keyin xonani isitadi. O'shuning uchun do'stlar buni двойной hisoblab olishni men tavsiya qilaman. Do'stlar, yangilik xudo xolasa O'zbekistonda Xuma do'stlar brend asosida ishlab chiqarish boshlandi. Yetkazib berilyapti. Yetkazib berishdan muammo yo'q, hammasiga dastavkalar bor. Albatta bor. Kelishilgan holda dastavka qilib beramiz O'zbekistonning 12 ta viloyatiga. 12 ta viloyatiga. Va hamda O'zbekistonning 12 ta viloyatidan santexnik ustalar hamda dilerlar bo'lsa, ular bilan ham hamkorlikka chaqiramiz. Shartnoma qilaverasiz. Shartnoma qilaveramiz. Gap yo'q. Video pastiga akalarimizni nomerlarini joylaymiz. Call center ishlab turibdi. Qanaqa qiziqtirgan savol bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar do'stlar. Bundan ham to'liq ma'lumot berishadi. Undan tashqari o'zingizni uyingizga qanaqa kotyol qo'yishingiz kerak, necha kvadratli qo'yishingiz kerak, nechta xonadoningiz bor, sizga radiator sistemami yoki topli pol sistemami, bu ham do'stlar mutaxassislar o'zlari sizga tavsiya berishadi. 48 soat ichida kotyolingizga yetib boradi. 2 yil garantiya, 2 yil servis xizmat, dokumentalniy pechatni qilib yetkazib berishadi. Manfaatli, foydali video bo'lgan bo'lsa, kommentariyada qoldirib bitta like bosib qo'yasizlar. Omon bo'linglar.